2025-yilda uy qursang, mana shunaqa qurgin. Hamma yo'g'i standartlarga javob beradi. O'zimizni issiq sovuq ob-havolarga bemalol talabga javob beradi. Assalomu alaykum, Rustam Qosimov kanali obunachilari, sizlar uchun zo'r uy topib qo'ydim. Proyekt dahshat, ishlatilgan materiallar ham dahshat. Mashina tomi yopilguncha $30,000 ketibdi. Nimalar qilingan hozir mana shu uyda egalari yo'q ekan, egalarining yaqinlaridan hamma ma'lumotlar bilib olamiz. Assalomu alaykum. Aka, kimsiz? Aka, bizga uyni bir boshdan tanishtiring. Dorvozalarni ham o'zlari qilishgan ekan-a? O'zlari master class svarka ishlari bo'yicha. Svarka ishlari bo'yicha jahon chempioni desa bo'laveradi. Shunday, YouTube ijtimoiy tarmoqlarida qolib, shu gips zavodlariga garajlar yasashadi. Hattoki mana shu darvozalarni ham o'zlari qilishgan. O'zlari ishlaydi. Bu ortiqcha ovoz chiqmasligi uchun buni ichlariga stiklavatalar qilib, cho'tka qilib qo'yib berishgan. O'zlari uchun qilishgan buni. Nechta gazablok ketgan? Bu gazablok ham oddiy gazablok, qora gazablokdan bas ekan. Yo'q, bu Avtoklabli gazablokdan. Surxondaryodan kelgan. Surxondaryodan kelgan. 3000 ta, o'sha paytda 27000 so'm yetib kelgan. O'sha paytda 27000 so'm. Hozir nech pul bo'lyapti? Agar bilsanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Gazablokdan qurgan yaxshimi, pishig'ish, xomg'ish, paxsa qilgan yaxshimi? Albatta fikrlarni yozib qoldiringlar. Mana shu 3000 ta ketgan. 3000 ta blok ketgan. 25 tonna sement ketgan. 25 tonna fundamentiga sement ketgan. Tomiga $10,000 rasxod qilishgan. Tomni bitta yaxshilab ko'rsatib qo'ying. $10,000 arziydimi do'stlar? Mana shunaqa tom qilsa. Uyimiz 6 xona. 6 xona. Bir boshdan buyoqqa kiradigan bo'lsa mehmonxona. Mehmonxona. Bu fasadning g'ishlarini ham olib kelib qo'yganmilar aka? Ha, tashqariga fasadning g'ish urishadi. Fasadning g'ish. Bu hali Eron g'ishlaridan shekilli. Fasadning g'ishlaridan olib kelib qo'yibdilar. Bet, anacha mehmonxona bo'lsa kerak. Kattagina ekan-a? Bir 5 ga 7 bo'lsa kerak. Bor. Ha, 5 ga 7, 5 ga 7 dan kattaroq. Endi ba'da yana bitta xonalari bor ekan. Eng qizig'i do'stlar, tomiga ham, poliga ham pena beton qilishgan ekan. Ba'da pena lomboz, tagiga pena beton. Nimaga pena beton qilishgan? Pena beton o'sha nima deydi? Topli pol bo'ladi. Shuni tagiga steshga nimani po'kaydi o'rniga shuni qo'yib berdik. Pastda zaxladi, sovuqladi. O'tkazmaslik uchun. Endi tepada ham pena lomboz bor. Pena lomboz. Haligina do'stlar tevaga chiqdim tomga, o'ta issiq, lekin uyga kirsangiz tashqarida shabada bo'layotgandan-da muzday ekan. Uy qursang mana shunaqa qilib, konditsionerdan ham yutasan, pechka, limit, o'tin, ko'mir hamma yoqdan yutar ekansan. Bitta xona edi. Endi sizlar o'zlaringiz qo'yib bergansizlar, polani? Ha, polani qo'yib berganmiz 2-3 kun bo'ldi. 2-3 kun bo'ldi. Buni kvadratini necha pul qo'yyapsizlar? 45000 so'm O'zbekiston bo'ylab qo'yib beryapmiz. U butun bo'lsa, bu tayini o'zi bo'lsa-chi, nimani o'zi? Nima, tupli pol tayini o'zi bo'lsa. Tayini o'zi bo'lsa kelishamiz. Kelishamiz. Nomeringiz nechi? 90lik kodi bilan. 99lik 605 86 66. Mana shu nomerlarga agar mana shunaqa polni steshga qilish, pena beton bilan xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Betam bitta xona ekan. Bu 3-xona уже. Aka koridorlar bilan qilibdilar. Sababi mabodo koridorga issiq yo sovuq kiradigan bo'lsa ham xonaga o'tmaydi. Haqiqatda kottejniy forma mehmonxonalar bilan cho'tki proyekt qilibdilar. Agar nima bo'lsa, xudo xolasa, agar proyektini ham olib beraverasiz, agar aloqaga chiqishadigan bo'lsa, beraveramiz. Ha, maslahat berib yuboraverasiz, uy qurish bo'ladigan bo'lsa. Buni tomini ham o'zlaringiz qo'yib berganmisizlar? Ha? O'zimizda borlar qo'yishgan. Siz pena beton ham qo'yaverasiz, pena lomboz ham, palestra lomboz ham qilinaveradi. Qo'yib berilaveradi. Ularning narxi qanaqa bir-biridan? Narxi pena lombozniki 35000 so'm. 35000. Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab. 45000 so'mdan pena beton. Pena beton. Palestra lomboz 60000 so'm. 60000 so'mdan. Zo'r aka. Nimani gipsakartondan qilsizlar, pataloylarni? Gipsakartondan. Nimalarni ham, akfalarni ham matviy, silliq bas ekan. Matviysidan qilishibdi. Bu ham shumka qiling, ichiga stiklavatalar tiqilgan shekilli. Ruchkalari ham boshqasidan ekan, akalar. Baquvvatidan ekan. Xo'p, xullas mana shu uyimizga $30,000 ketibdi. Konteyner mahsulotlaridan foydalanishga hozir tashqariga chiqib ko'rsatamiz. Akani uylari haqiqatda harorat ushayapti. Mana tashqariga chiqishni boshlayapmiz, issiq. Tepaga pena beton, pena lomboz qilishgan. Poliga ham pena lomboz, pena beton qilishgan. O'shaning hisobiga ham gazablokdan foydalanilgan hisobiga ichkarida harorat o'ta darajada salqin, zo'r bo'lib turibdi. Hammaga maslahat beraman. Agar gipsa mana shu gazablokdan quradigan bo'lsalaring, tomlaringni pena beton yoki pena lomboz qilib, bolalaringgacha pena beton qiladigan bo'lsalaring, haqiqatda akfalarni qo'yib maza qilib yashaydigan holat ekan. Mana konteyner mahsulotlaridan ham foydalanishgan. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin, konteyner mahsulotlar daji hovlilarga
juda urfga kiryapti, keng foydalanilyapti. Kimga mana shunaqa penalonboz, beton quyish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga raqamlarni qoldirib qo'ydim. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Uy bo'yicha ham bemalol akamizdan maslahatlaringizni so'rasalar ham bo'ladi. Ko'proq akamizdan beton, penalonboz, polistyrolonboz haqida ma'lumot olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.